Patrul post xizmati xodimlari qaysi moddalarga asosan sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishi mumkinligini bilarmidingiz? Patrul post xizmati xodimlari O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining quyidagi moddalari bo'yicha jarima jazosini qo'llash huquqiga ega. Bular 54-modda epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish, 56 prim 1-modda jamoat joylarida tamaki mahsulotini iste'mol qilish, 91 prim 1-moddaning 1, 2 va 3-qismlari, ya'ni belgilanmagan joylarga qattiq maishiy chiqindilarni va qurilish chiqindilarini tashlash, shuningdek, suyuqli maishiy chiqindilarni to'kish. 110-modda hayvonlarni saqlash qoidalarini buzish. 111-modda hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish. 128 prim 6-modda transport vositalari haydovchilarining to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzish. 187-moddaning 1-qismi jamoat joylarida alkogol mahsulotini iste'mol qilish. Eslatib o'tamiz, qonun qoidalarini bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi.